o'rinda. Reklamni byudjetni to'g'ri taqsimlash uchun siz birinchi o'rinda mijozlaringiz asosan qayerda ko'proq informatsiyalarni qabul qilyapti. Ya'ni siz haqingizda yoki umuman restoran haqida ko'proq taassurotni qayerdan olyapti? Mana shu narsani bilib oling. Va birinchi o'rinda mana shu mijozlaringiz ko'proq informatsiyani qabul qilayotgan joyga mana shu sarmoyani tikishni tavsiya beraman. Juda ko'pchilik restoratorlar yoki bo'lmasa restoran sohasi vakillari nima qilishadi? Billboard yoki bo'lmasa ekranlarga berishadi. Kechirasiz-u, LED ekran va billboardlardan sizga unchalik foyda yo'q. To'g'ri, sizni logotipingiz, sizni brend yoki sizni mahsulotingiz haqida informatsiyaga ega bo'lishi mumkin, lekin to'g'ridan-to'g'ri sotuv qilishingiz sal qiyinroq bo'ladi. Nima qilsangiz bo'ladi? Birinchi o'rinda mana shu reklamning byudjetingizni ijtimoiy tarmoqlar, albatta restoran yo'nalishi bo'yicha eng ko'p informatsiya oladigan hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar bo'lgani uchun reklama syomka qildirasiz va mana shu narsani Instagramda target yoqtirasiz. Va to'g'ridan-to'g'ri direct ulab qo'yasiz, ya'ni Instagram direct. Ya'ni nima? Mijozlar sizga joyni bron qilish uchun yozishadi va joyida sotuv qilsangiz bo'ladi. Kim billboardni ko'rib, просто tak o'tib ketgandan ko'ra sizda Instagramda kattaroq effekt bo'ladi. Hech qachon esingizdan chiqarmang. Bill Gates ham aytgan, kelajakda ikki xil bizneslar bo'ladi. Bularning bittasi internetda bor va rivojlangan bizneslar va ikkinchisi esa internetda bo'lmagan va rivojlanishdan orqada qolib bankrot bo'lgan bizneslar.